Assalomu alaykum hurmatli mijozlar, sizlar podpischilar. Yangi tovarlarimiz keldi. Kalpoqlar, bu yerda mahsulotlar. Kavushimiz kelgan, kavush. Ofishni ko'rsatay, keyin dona-dona qilib ko'rsataman. Kavush. Tufli padosh kavushimiz kelgan yana. Razmerlar tugab qolganda. Xo'sh, bitta mana shunaqasidan kelgan, bir dona ichi bejun, yengilcha tikilgan kaponchamiz kelgan mana. Kapishonlik. Keyin mana stoykachalar kelgan. Stoykachalar вообще bomba chiqqanda. Zamogligidan. Buni bezamogligi bor edi. Bu zamogligi. Ya'ni bu boshqa akani işte boshqa ustani ishi. Ikkita ustamız bu. Bittasi zamoglik, bittasi bezamog chiqaradi. Mana bunisi zamoglik, stoyka воротникcha. Kapishonlik chapon, bez kapishon to'sta. Shunaqa variantcha velvet. Velvet yoni kissalik, ichlari polna junlik, mag'zi paxta. Mag'zi paxta, oldi zamok. Zamok kimga kerak bo'lsa, telefon nomerimiz описаниеda. Aloqaga chiqaverasizlar. Bemalol boshqa viloyatlarga pochta, BTS yo taksi qaysi sizlarga ma'qul, o'sha variantdan chiqaraveramiz mana. Bu nimasi qulay? Mana bu yeri mashinaning ichiga o'tsangiz, ochib qo'yasiz, bemalol mashinaga o'tirib ishingizni bitkilasiz. Chiqqandan keyin shuna pastga yana tamom ketdinizda. Ajoyib chiqqan. Bundan 2-3 xil rangchasidan kelgan. Xo'sh. Mana seri rangchasi ham kelgan, bu ham qalingina chiqqan ekan, sericha. Keyin mana bunaqa bolotni rangchasi kelgan. Marhamat, kimga kerak bo'lsa telefon nomerimiz описаниеda bemalol aloqaga chiqsalaring bo'ladi. Zo'r ekan lekin. Zo'r model.